Men bu yoqdaman. Assalomu alaykum obunachilar. Bugun biz ekstremal Bekkim oqshog'ini birinchi olamiz. Qani bo'lmasam katta. Do'stlar, hozir o'yinimiz boshlandi. Buraya beriladigan vaqt 2 minut. Qani endi ular bilan tanishishni boshlaymiz. Qani let's go. Do'stlar, ularga berilgan vaqt 2 minut aytganimdek endi o'yin boshlandi. Sizlar bilan endi gaplashib turamiz. Ko'rganimni umuman. Ko'rsam kommentariyaga yozinglar. Like podpiskani bosinglar. Kanalimiz 150-200 ta bo'lishi kerak. Xudo xolasa 100 mingga ham chiqamiz. Biz ham umuman sizlar yo'qsa masalan 500 million, 3 million shunaqa qilib ham chiqishimiz mumkin. Buning uchun nima qilish kerak? Albatta sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar va obuna, like, kommentlaringlar kerak. Ana o'shandan keyin shunaqa rejimlarga chiqishni boshlaymiz biz ham. Endi vaqt oralig'ini ko'rib qo'yamiz. 1 minut 10 sekund bo'libdi. Yana hali 40 yo'q. Yani 1 minut qo'shib bera olay, chunki biz hali tanishtirdik, endi ular ismini bilan tanishib chiq. Endi ismlarini tanishtirib chiqamiz. Birinchi bo'lib Abbakir, Muxtorov Abbakir, ikkinchisi endi qani bo'lmasam qidirishni boshladik. Ketdi. Bir, iki, üç. Çöte kimdir? Kendi yaptığı da şotta. Ushlash kerak, topgandan keyin bilasan. Chota yildan topildi. Ellarga qali. Hoppa! Shaqla. Ellarga qali o'yin bo'lyapti. Birinchi ketgandan keyin Papiska faqat nechta bo'lish kerak? 100 ta bo'lsa endi 200. 200 ta bo'lsa endi salman kallarni ochamiz. Davay. Operatorimiz shu yerda turib turadi. Yo'q, joylar operator kelmasin. Yaxshi. Shu gapingni boshqatdan aytib. Obunachilar, bu mehnatimiz uchun like podpiska bosib qo'ying. Aktakalamiz ham ulashyapti va videomiz shu joyda tugadi do'stlar. Farhodjon kanaliga obuna bosib qo'yinglar, bo'pti, xayr. Ikkinchi qism aniq bugun chiqadi, hozir chiqadi. Sekundda chiqadi.